Yangi hayot tumanida joylashgan mana shundoq betonkani yuzida Yangi Darxon mahallasida bir makon loyihasi mana qurilyapti. Krallarni qaranglar ko'pligini. Bu firmani puli bor degani bu. Puli bor firma quryapti. 3 ta yirik firma loyiha bo'yicha вообще respekt bu 3 ta yirik firmaga. Mana qurilish o'zi 2 oy bo'lmasdan o'zi mana 3-4 qavatga o'zi ko'tarilib bo'lganda. Shunaqa zo'r mashina yo'li yuzida joylashgan, lokatsiyasi ham Sergeli tumanida joylashgan. Mana ishonchli firmalardan mana uylar xarid qilsanglar bo'ladi. Yangi hayot tumanida joylashgan mana shundoq betonkani yuzida Yangi Darxon mahallasida bir makon loyihasi mana qurilyapti. Krallarni qaranglar ko'pligini. Bu firmani puli bor degani bu. Puli bor firma quryapti. 3 ta yirik firma loyiha bo'yicha вообще respekt bu 3 ta yirik firmaga. Mana qurilish o'zi 2 oy bo'lmasdan o'zi mana 3-4 qavatga o'zi ko'tarilib bo'lganda. Shunaqa zo'r mashina yo'li yuzida joylashgan, lokatsiyasi ham Sergeli tumanida joylashgan. Mana ishonchli firmalardan mana uylar xarid qilsanglar bo'ladi.